Barcha bu obunachilar bilan Atsetto. Bugungi videomizda biz Minecraft survivalning ikkinchi qismini olamiz. Qanunday ketdik. Birinchi qismda o'lgan edik. Videoni tugatganimizdan keyin o'lgan edik. Shuning uchun qaytadan videoni qilishga qaror qildik. Bu ikkinchi qism. Aynan qalava. O'rtada biz daraxt chopamiz. Abone olarak esden çıkmasın. Yarak bizge düşmedi. Birinci kısımda ömür deneyelim. Bu sefer bizimle de çok oldu. Yol teyze olayız. Ortalamana yonub ketgan qaraya 20 ta cho'pamiz endi. Taxtamiz 20 taxtda. 23 ta cho'p olganimizdan keyin videoni yoqaman. Ortalamana 20 ta cho'p oldi. 3 ta stek lavani oldirib turgan ekan. Mana bu yerda. Biz endi toshga tushamiz yoki tog'lardan tosh olamiz. İtçe bilan o'ynashamiz. To'xta itchi. Tutilganim. Nima? Bitta. Qo'chish kerak. Bitta qilamiz. Ikkiga bir. Uralgan yo'q qadi. Tog'larni ustidan topamiz. Ana topdik. Toshga ulab bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Ortalamana tosh ko'plab oldik. To'g'ri oldik 11 ta mana. Biz endi qo'y topamiz. Qo'y juda kerak. Qishloq uchun. Birinchi qismdagi maqsadni aytib o'tay. Qishloq qurish edi. Daraxt ham kerak bizga. Qishloqning chekkalar daraxtdan bo'ladi. Devorlar toshdan ham bo'ladi. Kompot degan bloglarni tanishlarmi? Minecraft'dan videolarda. Shuni quraymi? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Daraxt ham birishda chopamiz. Daraxt chop bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Ortalam mana bir stak chop taxta qilishimiz kerak. Chopamiz. Endi taxtalarni bu daraxtlarni taxtaga aylantiramiz. Mana aylantirib oldik. Shu joyda video tugadi. Xayrli, sog' bo'linglar, ya'ni videoni tugatdik.